Nima uchun Dr. Mallayev klinikasiga murojaat qilish kerak va nima uchun chet el klinikalarga aynan borishga hojat yo'q? Dr. Mallayev klinikasi asosan onkologik kasalliklarga ixtisoslashgan va onkologik kasalliklardan davolash uchun butun dunyodagi eng mashhur va eng qo'lidan ish keladigan vrachlarni bir joyga jamlagan klinika. Buni biz Onkoteam O'zbekiston jamoasi deb ataymiz. Bizning jamoamizda aynan bosh bo'yin sohasi onkologiyasi bilan shug'ullanadigan vrachimiz professor Sachin Marda Hindistondan, ko'krak qafasi saratoni bilan shug'ullanadigan Isroil davlatidan kelgan professor Amir Tivon, ginekologiya sohasi bilan shug'ullanadigan, ya'ni onkoginekologimiz Dilmurod Bekmurodovich Rossiya davlatidan, qorin bo'shlig'i xirurgiyasi va qorin bo'shlig'ida onkologik kasalliklarni operatsiya qiluvchi vrachimiz Abdulhamid Mustafayevich, jigar sohasi o'smalari va pankreatoduodenal soha o'smalari bilan shug'ullanuvchi vrachimiz turkiyalik professor Junayd Kayalov, sut bez saratonlari va teri saratonlari bilan shug'ullanuvchi hindistonlik vrachimiz professor Dr. Mahibul Islam.